Doda narxda uy chiqib qoldi. Ishoninglar, aniq narxi 100 so'mlik arzon. Bu mahallada 25 ming, 20 ming so'rashayotganda pul srochlik uchun 17 mingga ko'ndirib qo'ydi akalarni. Eng zo'r tarafi bor, quruvchi akalar, katta ishchi akalar, biznesmen akalar aynan sizlar uchun. Sababi fasad uzunligi 25 metr ekan, ichkariga o'tdi ekan. Men video davomida lokatsiyasini ham aytib o'taman. Ungacha ichkarilarni bitta obzor qilib beramiz. Bu yoq mahalla kirib kelish, ikkinchi liniyada joylashgan, shovqin emas. Akalar 2 etajli, 3 etajli imoratni bemalol qurib sotib olsanglar bo'ladi. Katta ko'chaga 500 metr shunaqa ekan. Kelinglar ichkarini ham bitta olib beraman sizlarga. Mabodo o'zim uchun yashayman deydigan bo'lsangiz ham, xonalari juda ham chiroyli, yashaysiz bo'ladi. Kirganda chap tarafda oshxona joylashtirilgan. Uni yonida yana bitta xonamiz bor, pakka bu bitmagan ekan. O'ng tarafda ketma-ket xonalarimiz joylashtirilgan. Bu yoqda ikkita xona, bu yoqda ikkita xona, umumiy 4 ta xona bor. Bu hovlisi ko'ryapsiz, hovlisi ham to'g'ri, 4 burchak. Akalarimizga pul kerak ekan, uyga unchalik qarasha olmabdi. O'shaning uchun sotib kichikroq olamiz deyapti. Zo'r narx 17 mingdan har bir sotigiga. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Bektemir postidan 5 kilometr o'tganda, Futsidan 2 kilometr o'tganda katta yo'lning yuzida shundoqqina joylashgan bo'ladi. Uyimizda umumiy 7,5 sotiga joylashgan, 4 ta xonasi bor. Narxi 130 ming dollar deyilyapti. Yana kelishadigan joyi bor. Shunaqa arzon uylarni tuzolmaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Har doimgidek uy egalari nomeri pastda yozib qoldiramiz.